Respublikamizda zararli chigirtkalarning 200 ga yaqin turi aniqlangan bo'lib, 8-10 turi qishloq xo'jaligi ekinlari, yaylovlari va boshqa o'simliklarga jiddiy zarar yetkazadi. Chigirtka o'z vazniga nisbatan 300-400 barobar ko'p miqdorda oziqlanishini hisobga olsak, katta maydonlarga zarar yetkazishi va oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy xavf solishi mumkin. Andijon viloyatida asosan qo'shni Qirg'iziston Respublikasi chegara hududlarida Marhamat, Qo'rg'ontepa, Xo'jaobod, Buloqboshi, Paxtaobod va Andijon tumanlarida uchraydi. Viloyat hududida asosan marg'okash chigirtkasi qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy zarar yetkazadi. O'to'da hosil qiluvchi turga mansub bo'lib, bug'doy, beda, bog'lar, poliz ekinlari va yaylovlarga katta ziyon keltirishi aniqlangan. Viloyatimiz hududida chigirtkalar rivojlanishi davri may oyining 2-10 kunligiga to'g'ri kelishi kuzatilgan. Biroq bu yil yog'ingarchiliklar kam bo'lgani va havo harorati keskin isib ketishi sababli rivojlanish davri may oyining 1-10 kunligiga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi huzuridagi chigirtka va tut parvonasiga qarshi kurashish xizmati tomonidan amaliy ishlar olib borilmoqda. Viloyat hududida zararli chigirtkalarning doimiy o'choqlari hisoblangan tumanlarda o'tkazilgan kuzgi va bahorgi kuzatuvlar natijasiga ko'ra, joriy yilda chigirtkalar 3000 gektar maydonda tarqalishi bashorat qilingan. Ularning oldini olish va yo'qotish maqsadida kimyoviy ishlovlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Zararkunandalar tarqalishining oldini olish va kimyoviy kurash ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish uchun viloyatda 4 ta maxsus otryad tashkil etilgan. Xizmat texnikalari shay holatga keltirilgan. Zararli chigirtkalar tarqalgan tog' va tog'oldi hududlari aholisi, fermerlar, chorvadorlar, mahalla faollari diqqatiga. Zararli chigirtkalarga qarshi kurash choralarini kuchaytirish va samaradorligini oshirish maqsadida tezkor shtab tashkil etilganligini ma'lum qilamiz. Endi siz chigirtka bosqini haqidagi barcha holatlarni to'g'ridan-to'g'ri tezkor shtabga xabar qilishingiz mumkin. Murojaat kelib tushgan daqiqadan boshlab maxsus guruh hududga borib, zarur chora-tadbirlarni amalga oshiradi va sizga talofatlarsiz zararli chigirtkalardan qutulishingizga yordam beradi. Murojaat uchun viloyat shtabi 93li 251 0088 qisqa raqami 1288. Tumanlarga biriktirilgan otryadlar aloqa raqamlari: Andijon tumani 99li 931 2772, Marhamat tumani 90li 548 1987, Buloqboshi tumani 94li 822 75 82, Xo'jaobod va Qo'rg'ontepa tumanlari 99li 405 37 11. Chigirtkaga qarshi kurashda foydalaniladigan kimyoviy dorilar va xizmatlar mutlaqo bepul. Shu o'rinda keyin jamoatchilik va albatta jurnalist, blogerlarni bu kabi tabiiy ofat sanalgan zararli chigirtkalarga qarshi kurashishda hamkorlikka chaqiramiz.